Assalomu alaykum, Bahor ayyom kanali obunachilari, hurmatli akalar, ukalar, opalar, hamma Sherali Jo'rayev muxlislari, mana bu rasmda ko'rib turganingiz do'ppiligi Shahob aka 76 yoshida vafot etdi. Chap tomondagisi ko'rib turganimiz Ziyo aka, skripka g'ijjay cho'gan. Maqsad bu videoni chiqarishdan 77-yillardan 85-yillargacha Sherali Jo'rayev bilan tong otar paytgacha to'xtamasdan temirdan bo'lishi matonat bilan Sherali Jo'rayevni yonida tik turgan san'atkorlar. Shahob akam 20-mart shu yili peshin namozida Alloh rahmat qilsin joyiga qo'yildi. Biz ham bexabar qolibmiz. O'tgan yili Ziyo akam g'ijjachi rahmatli o'tgan edi. Mana bir Shahob akam o'tdi. Ancha qarib, ancha nima bo'lib o'tdi. Lekin o'ta yuvosh odam edi, shuncha yoshi katta odam bo'lsa ham. Bizni bir joyda kesib ko'rsa ham kelib so'rashib, shunaqa shirin, yaxshi odam edi, joyi jannatda bo'lsin. Hurmatli muxlislar, shunday bir Sherali Jo'rayev buyuk insonga 7 yil, 8 yil yonida tikkama, yelka turib birga Sheraka bilan chidagan Sherakani uxlamaslik odatiga, tong ottirgacha qo'shiq aytishlariga chidagan musiqachilardan ikkitasi o'tiribdi mana. Endi bu yerda Oydin og'alar bo'lgan, boshqa ko'pchilik bo'lgan-u, lekin eng matonatlilari mana shu Ziyo akam bilan Shahob akam bo'lgan. Ilohim Alloh rahmat qilsin, ruhini shod qilsin, bolalariga sabr jamil ato qilsin. Hammamiz shu Shahob akami, Ziyo akami yana bir eslab duo qilib qo'yishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Mana shu juda ko'p shirin qo'shiqlarga g'ijjay bilan naydi cho'gan Ziyo akam bilan Shahob akamlar bo'ladi. 84-yilda keng tarqalgan Ilhom Jo'rayev to'yida islomda sunnat to'yi bo'lgan Ilhom Jo'rayev katta o'g'lini kichigi bilan shu paytlardagi bir zapisni Adaham akam rahmatli asakali zapis qilgan. Juda ko'p qo'shiqlar aytilgan. Soat 11da chiqqan bo'yi Sheraka tong otguncha qo'shiq aytgan. Tong otguncha qo'shiq aytgan. Shungacha tika turgan insonlar. Shunda inson o'zing, onaginam, san'atim izlaganlar, juda bir qator qo'shiqlar, ular 29 ta qo'shiq aytilgan, qo'shiq tarqalgan, lekin bir qo'shiq 4 marta ham aytilgan, 10 marta ham aytilgan. Shu izlaganlar 10 marta yo 15 marta aytilgan shu to'yda. Buni to'yda bo'lganlar yaxshi biladi. O'sh tomondan Ravshan aka degan dorvoz qiziqchi odam bo'lgan. Shu odam shu yerda bo'lgan. Nurdin aka rahmatli Haydarov shu yerda bo'lgan. Ahmad aka Abdullayev Axtachilik juda bir qilich payti bo'lgan. Juda yaxshi insonlar bo'lgan. Endi mana bu to'yda o'tirganlarni ko'pi o'tib ham ketdi. Lekin buni qo'shiqlarni hammasini mana sevib eshityapmiz, ko'rib bilyapmiz. Albatta endi meni chiqishimdan maqsad shunday insonlar bo'lgan, Sheraka bilan yonma-yon turgan, metin bo'lgan, kuchli san'atkorlar, muzikantlar bo'lgan. Shularning haqqiga duo qilib qo'yishinglarni sizlardan iltimos qilib qolaman. Hammanglar omon bo'linglar. Sherali Jo'rayev muxlislari juda odob o'ziga yarasha, albatta yosh kattaligidanmi, yoshlar ham odoblik. Rahmat sizlarga, juda ko'p gapirib qo'yganmisam, tarixni ichcha eslashdik. Hammangizga salomatlik tilayman. Vatanimiz tinch bo'lsin.
Bu yilgi bo'layotgan dehqonchilarimizga Xudo baraka bersin. Dehqonchilik ishlari ham boshlanib qoldi. Har bir tumanimizni, viloyatimizni rahbarlari, mehnatkashlari hammalari salomat bo'lsin. O'tganlarda Sherali Jo'rayevni Alloh ruhini shod qilsin. Juda ko'p muzikantlar birga bo'lgan. Juda ko'p. Yaxshi sozanda, yaxshi muzikantlar bilan Sherali Jo'rayev juda ko'p uchrashgan. Shular hammasi borib Sheraka bilan qo'l berishib,